Quruq yer hisobida attiga 18.300 dollardan belgilanayotgan tayyor xonadonimizni sinani e'tiboringizga havola etamiz. Xonadonimizda shunaqangi barakali o'rtoqli 3 ta oila bemalol istiqomat qilsa bo'ladi. Bilyard bormi, fontanlarimiz, ochuv ayvonlarimiz 2001-yil barpo etilgan xonadon polsha pishog'ichdan foydalanilgan. Podval va fundamentlarga alohida e'tibor beramiz. Qalinligi 80 sm dan iborat paltarachka g'ishtdan foydalanishgan o'rtoqli 12 ta xonani o'z ichiga oladi. Xonadonimizning manzili Qibray tumani Yonariq mahalla Shinam ko'chasida joylashgan. Bezdlarimizda 5 ta mashinaga, narujnaya parkovka 2 ta mashinaga mo'ljallangan, naveslar bilan yopilgan o'rtoqli yo'l yuzidan ikkinchi liniyada joylashgan pridomovoy territoriyalarimizga juda ham добротный, грамотный qilingan, uglovoy joylashgan двойной fasadga ega o'rtoqli. Fasadlariga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 27 ga 52 metr tashkil etadi. Hovlimizning etek tarafidagi ikkinchi vxodi va undan tashqari tapchanli zonamiz, o'rtada fontan ekosistemasi ham mavjud o'rtoqli. Qushxonalarimiz, zalimizda kamida 100 ta odam kutib olsa bo'ladigan imkoniyatga va sharoitlariga ega o'rtoqli. Polniy gir aylantirib qurishgan o'zligi uchun eng zo'r fishkalardan biri ikkinchi qavatda ham qurib bitqisanglar bo'ladi, chunki seysmalar ham tashab qo'yilgan. Ulfatchilikni va mehmondorchilikni yaxshi ko'rgan hamyurtlarimiz uchun juda ham mos keladigan obyektimizning umumiy narxi 275 dollar belgilandi. Sotiga 18 to'g'ri kelyapti. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor, sizlarga eng arzon va zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.